2, 3. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana bir oy mobaynida bu respublikamiz bo'yicha OITSga qarshi kurash bo'yicha oylik davom etyapti. Albatta media xodimlar, mutaxassislar bu soha bo'yicha ko'p maqolalar, teleko'rsatuvlar, radio eshittirishlar qilishgan. Men siyosatchi sifatida bu ko'pincha aytmoqchimanki, terrorizm deymiz, ekstremizm deymiz, narko agressiya deymiz, orolni qurib borishi, mana odam savdosi, million odamlarning odam savdosi muammolarini aytamiz. O'nlab muammolarni gapiramiz, lekin bular qatorida jahonni zabt etgan, jahonni larzaga keltirayotgan AIDS kasallik. Bundan 40 yil, 50 yillar avval bu gaplar faqat Afrikaga tegishli, Osiyoga tegishli, boringki yana Lotin Amerikasiga tegishli der edik. Bu endi Markaziy Osiyoni ham qisman qamrab oldi, kirib keldi. Sabab migratsiya, muhojirlik masalasi, million odamlarning bordi keldisi, samolyot orqali borib kelishlari, mana poyezdda borib kelishlari, qo'yingki dunyo bo'yicha bordi keldilar juda kuchaygan. Hozir O'zbekiston 100 dan ortiq davlatlar bilan hamkorlik qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda bugun mana shu OITSga qarshi kurash masalasida ishonchim komilki, insonning qalbi, yuragi, ma'naviyati bir bo'lishi kerak. Oddiyroq qilib aytganda, sog'lom turmush tarzi, sog'lom hayot kechirish bu juda katta siyosiy ahamiyatga ega. Agar bunga amal qilinmasa, tartibsiz hayot bo'ladigan bo'lsa, tartibsiz intilishlar bo'ladigan bo'lsa, o'zining iymoniga, vijdoniga, qalbiga qarshi ish qiladigan bo'lsa, albatta mintaqamizda yana OITSga muttalo bo'lganlar ko'payib ketishi mumkin. Albatta juda ko'plar raqamlarni keltirish mumkin. Misol uchun menda bo'lgan ma'lumotlarga binoan keyingi 20-25 yil mobaynida jahon bo'yicha 80 milliondan ko'proq OITSga muttalo bo'lganlar. Qarangki, shulardan 40 milliondan ko'prog'i vafot etib ketgan. Savol tug'iladigan nima? Bu Markaziy Osiyo bundan mosuvomi? Markaziy Osiyoda bunday kasalliklar yo'qmi yoki konkretmi? Salkam 40 millionli O'zbekistonda yo'qmi bunday kasalliklar degan savol bo'ladi. Bu masala bo'yicha men aytmoqchimanki, OITSga muttalo bo'lganlar bizda ham bor, Markaziy Osiyoda ham bor. Hatto bizda Oliy Majlis tomonidan qonun qabul qilindi. OITSni yashirganligi uchun, bekitganligi uchun, birovga yuqtirganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortish holatlari bor. Shuning uchun xulosa o'rnida aytib o'tmoqchimanki, chiroyli turmush tarzi, yaxshi turmush tarzi, yaxshi hayot tarzi, sog'lom turmush tarzi bo'lish kerak deb o'ylayman. Ishonchim komilki, buning uchun matonatimiz yetadi, kuchimiz, bilimimiz, eng muhimi iymonimiz yetadi bu uchun. O'zbekiston Milliy telekompaniyasining siyosiy sharhlovchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Qobilbek Karimbekov. Salomat bo'ling.